Uyg'urlarning jazo lagerlariga keng ko'lamlik qamalishiga nisbatan Xitoyning xalqaroga ko'rsatgan bahonasi nima? Avtori Asiya Uyg'ur. Esimizda bo'lsinki, Xitoy hukumati Uyg'urlarni bir qayta tarbiyalanishga muhtoj, jazo lagerlariga kirish haqliq bo'lgan radikal millat deb tuhmat qildi. Әмді Xitoy butun dunyoga bu tuhmatning rostligini isbotlash uchun harakat qilyotidi. Diqqat qilsam, atrofimizda Uyg'ur tilliq dushmanlar ko'payishga boshlabdi. Bu dushmanlar ba'zida bizning haqliq da'volarimizga qasdan tuhmat va badnomlarni choplashga urinsa, yana ba'zida dinimizga bo'lgan muhabbatimizdan foydalanib, bizni yana dunyo terrorlik harakatlarga qatnashishga vositalik yoki bevosita holda tashviq va tashabbuslarda bo'layotidi. Meningcha, biz o'tgan yili 6 avgustda Janvada o'tkazgan irqiy qirg'inchilikni tugutish tekshirish yig'inida Xitoyning jazo lagerlarini ta'sis qilib, Uyg'urlarni natsistlarninkidek jazo lagerlariga qamashdiki sababini butkul dunyoga Uyg'ur xalqining bir millat sifatida radikalligi va Xitoyning davlat bexatarligi, zimin butunligi, shundaqla butkul dunyoga tahdid keltirdiganligi sabablik deb biljirilganligini unutib qolmadik. Jazo lagerlari butkul dunyoda nihoyat qiziq nuqtaga aylangan bugungi kunda biz Xitoyning bizga shu kuni ortgan bu tuhmatini va bu tuhmatni rostga chiqarish uchun Xitoyning hech bir vosita tanlamasdan Uyg'ur xalqini xalqaro terrorlik qaynamlariga elib kirib, bu tuhmatlarning rost ekanligiga butkul dunyoni ishontirish uchun harakat qilishi muqarrarligini esimizdan hargiz chiqarmasligimiz, barliq terrorlik va radikallikqa da'voyimizni bog'lab qo'yish ehtimolligi bo'lgan har qanday harakatdan yiroq turib, butkul dunyodagi inson haq huquqlarining dafsandichiligiga qarshi kishilar bilan bir safda bu da'voni sog'lom va unumlik ilib berish va Xitoyni butun dunyoning qo'llashidan yetim qoldirib, da'voyimizning utuq qozinishiga o'zimiz yo'l etishimiz lozim. Agar o'zimiz irqiy qirg'inchilikqa uchrab turib, bizdan avval irqiy qirg'inchilikqa uchirgan va insoniy haq huquqlari dafsanda qilinayotgan millatlarga diniy e'tiqodlarimizning o'xshamasligi, irqimizning o'xshamasligi sabab ularga kamsitish yoki ularning da'volaridan o'z da'voyimizni farqli deb qaraydi ekanmiz, dunyodagi hech qanday bir insoniy haq huquqlarga ko'ngil bo'ladigan, adolatni qo'g'dash tarafdori bo'lgan davlatlar va millatlar da'voyimizni qo'llamaydi va qo'llashni to'xtatadi. Da'voyimizning xarakterining nima ekanligini vatan sirtida yashayotgan har bir Uyg'ur aniq tushunishi va boshqalarga aniq tushuntirilishi kerak. Bizning da'voyimiz insonlarning Alloh tarafidan berilgan eng aqalli haq huquqlarimi dafsanda qilinayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida buningdan keyin qayta yuz bermaydi deb va'da berilgan. Ammo qayta yuz berayotgan cho'ng qirg'inchilik, ya'ni irqiy qirg'inchilik